Alisher Navoiy O'zbekistondagi eng atoqli tarixiy shaxs. Hatto uning nomi butun boshli viloyatga berilgan. O'zbekistonda Navoiy nomi berilgan sohalarni sanaymiz. Navoiy viloyati, Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti, Navoiy nomidagi kinosaroy, Navoiy nomidagi markaziy kutubxona, Navoiy nomli teatr, Navoiy nomli mukofot, Navoiy stipendiyasi. Eng qizig'i, barcha viloyatlarda Navoiy mahallasi bor ekan. Navoiy nomli ko'chalar ham O'zbekistonning hamma viloyatida mavjud. O'zbekistonning 10 ta viloyatida Navoiyning haykallari o'rnatilgan. Shuningdek, Navoiy haykallari qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmanistonda, xorijning Xitoy, Janubiy Koreya, Eron, Ozarbayjon, Ukraina, Belarus, Rossiya, Vengriya davlatlarida o'rnatilgan. Wikipediyada eng ko'p izlangan markaziy osiyolik tarixiy shaxs ham bu Alisher Navoiydir. Xulosa qilib aytganda, Navoiy nomi eng ko'p tilga olinadigan joy bu O'zbekistondir. Siz Alisher Navoiy nomi bilan bog'liq nimalarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring va